Hop, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hurmatli talabalar. Hop, bugun yana psixologiya tarixida navbatdagi darslarimizni boshlaymiz. Bu darsimizda biz hop, sharq mutafakkirlarini, ya'ni sharqda uyg'onish davridagi psixologik qarashlar bo'yicha mavzuyimizni davom ettiramiz. Undan avvalgi davrlarda o'sha sharqdagi ilk psixologik qarashlar unda Hindiston, Misr, Xitoy hududlaridagi o'sha konfutsiylik, buddizm tarkibidagi yoki bo'lmasa daosizm tarkibidagi psixologik qarashlarni va qadimgi antik davrdagi Yunoniston faylasuflari, Yunon faylasuflarini, demak, psixologik qarashlarini ko'rib chiqqan edik. Endi bu darsimizda undan keyingi davr, ya'ni sharqda uyg'onish davridagi psixologik qarashlarga to'xtalib o'tamiz. Shu asosda tashkil etilgan mavzuyimiz sharq mutafakkirlari ruhiy jarayonlar haqidagi qarashlari, fikrlari deb nomlanadi. Ho'p, demak, bilamiz, sharq allomalari o'sha davrda o'zlarini ilmiy salohiyati bilan barcha sohalarda o'zlarini namoyon etishgan. Shu bilan birga psixologiya sohasida ham inson ruhiyati, uni xarakter xususiyati, tabiati bo'yicha ham, demak, bir qancha fikr mulohazalarni bildirib ketganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi birinchi navbatda Abu Bakr ar-Roziyni qarashlarini keltirib o'tyapmiz. Sababi bular psixologiya olamida yangicha qarash, ya'ni tibbiyot sohasi bo'lgani uchun insonni o'sha ruhini fiziologik, fiziologik asosi bilan birga tushuntirgan qarashlarga ega olim sifatida ko'riladi. U aql masalasiga, tafakkur alohida e'tibor beradi, ya'ni insonni barcha psixologik jihatlarini orasida tafakkurga alohida ahamiyat beradi va uni fikricha aql orqali biz, ya'ni insoniyat, o'zimizni ulug'lovchi, ziynatlovchi va hayotimizni xayrli qiluvchi hamma narsani bila olamiz. Ya'ni bizga nima kerak, biz nima orqali rivojlanamiz va mana bu bizga bu hayotda kerakli bo'luvchi vositalarni anglab ajratib olamiz, aynan o'sha aql orqali deb o'zini fikrlarini bildirib ketganini ko'rish mumkin. Bundan tashqari, o'sha davr qomusiy allomalaridan biri Abu Nasr Farobiyni o'sha aql haqidagi risola, falsafadan oldin nimani o'rganish kerak, falsafa maktablari, mantiqqa kirish, logikaga kirish kabi risolalarni ko'rishimiz mumkin. Bu risolalarni nomini o'zi ham o'sha psixologiya sohasiga qarashli fikrlar bilan to'yinganligini anglatadi. Endi bu yerda eng asoslilardan birini keltirganmiz, ya'ni Farobiyni mavjudotning eng buyuk va yetuk mahsuli bu insondir deb baholab ketganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz insoniyat, o'sha mavjudotlar, hayvonot, boshqa jihatlardan eng buyugi sifatida bu yerda ko'rsatyapti va u o'sha buyuklik, bizni buyukligimiz uni ongli, aqlli, sezish organlari orqali olamni har tomonlama tushunish imkoniyati bilan ajralganligini ham bu yerda tavsiflab o'tadi. Aql yordamida inson uni o'rab olgan mavjudotning mohiyatini tushunadi. Ya'ni biz yashab turgan olamni mohiyatini, bizga ta'siri, bizni unga ta'sirimiz, xususiyatlarini ajratishni, demak, biz o'sha aql orqali amalga oshirishimizni Farobiy o'zini asarlarida bildirib o'tganini ko'rish mumkin. Bundan tashqari Ibn Sino hazratlarini ham ko'rishimiz mumkin. Birinchi bo'lib o'sha psixologiyada mashhur tushunchalardan bo'lgan temperament tushunchasiga yaqin jumlalarni, ya'ni mijoz tushunchasini kiritadi va u orqali shaxslarni tiplarga ajratadi. Bundan tashqari Ibn Sino psixologiya olamidagi xizmati benihoya katta. Ya'ni ularda psixologiyadagi birinchi eksperiment, ya'ni tadqiqotni o'tkazganligini bu yerda misol keltirish mumkin. Ya'ni ular o'sha hayvonlarda, qo'ylarda o'sha bizni hissiyot, emotsiya, qo'rquv, xavotirlarimiz bizlarni ovqatlanish sistemamizga, hazm qilish organlari sistemalariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi haqida o'sha tajribalaridan xulosa qilib ma'lumotlarni berib o'tganini ko'rish mumkin. Bundan tashqari Imom G'azoliy yoki bo'lmasa Jaloliddin Rumiy
Ferdavsiyni qarashlarini ham bu o'sha davrga xos bo'lgan bir jihat sifatida ko'rsatib o'tish mumkin. Jaloliddin Rumiy bu inson qalbini, insonni o'zligini anglashi, qalbini tushunishlik, qalb tushunchasiga nihoyatda katta urg'u bergan olimlardan, allomalardan hisoblanadi. Ya'ni uni ichimda men bordir, menimdan ayro degan tushunchasi buni yaqqol ochib beradi. Ya'ni bu jumlalar juda yam mashhur va biz uni mohiyatini o'rganishga kirishganimizda psixologik mohiyati yana ham ochiladi. Ya'ni ichimda men bor, menimdan ayro, men bo'lmagan, menga bo'ysunmagan, menga alohida bo'lgan, e, ayrim o'rinlarda zid yoki bo'lmasa e, mos kelmaydigan bir men borligi haqida ishora qiladi. Ya'ni ularni ishora qilishligi insonni o'sha nafsi e, jihatidan bu yerda ajratib ko'rsatadi. Ichki poklanish, ya'ni nafsni tiyish, hasad, g'azab, hirs kabi illatlarini xolis bo'lishlik zarurligini ta'kidlab o'tadi. Bu inson ruhiyatini, bunaqa xususiyatlar inson ruhiyatini yemiruvchi yoki bo'lmasa uni quvvatiga, sokinligiga ta'sir qiluvchi bir xususiyat sifatida bu yerda tavsiflab o'tganini ko'rishimiz mumkin. Rumiyni bu yerda tasavvufiy yondashuv bor. Inson ruhiyati Allohga yaqinlashuvchi vosita, anglovchi, tushunuvchi degan bir jihatini, uni psixologik tamoyili ruh iztiroblardan ozodlik, ichki dunyoni osoyishtalikka yetkazadi. Ya'ni tasavvufiy yondashuvida buni inson ruhiyatini bir uni qiynayotgan dunyoviy vositalardan tozalovchi bir jihat sifatida ko'rganligini ko'rish mumkin. Mana bu yerda Arroziyni empirik materializm yondashuvi sifatida ko'rsatyapti. Ya'ni uni tadqiqotlarida konkret psixologik vosita, hech qanaqa ilohiyliksiz degan tushuncha borligiga bu yerda ishora ketyapti. Materialistik qarash mavjudligiga, ya'ni inson ruhiyati ilohiy emas, moddiy asosli hodisa sifatida izohlanadi, deyapti. Aroziyni bilamiz bizlar mutlaq tibbiyot vakili, ya'ni o'sha konkret jarayonlar organizmdagi bu xususlar bilan ishlovchi mutaxassis sifatida bu yerda olim sifatida tavsiflanadi. Hop, jon va tana, ruh tanadan ajralmas psixik jarayon, moddiy asosga ega deb bildiradi. Axloqiy mezonni bu yerda yoki ilmiy tamoyil asoslarida o'sha ruh hodisalarni izohlashga, tasniflashga hissasini qo'shib o'tganini ko'rish mumkin. Hop, endi bu yerda Imom G'azoliy bilamiz, o'sha Riyozatun nafs orqali yoki bo'lmasa shunaqa qarashlar bor. Psixologiya O'rta Osiyo hududlarida ilmun nafs, ya'ni nafs ilmi sifatida bo'lgan va bu ilmni eng puxta biluvchi, tadqiq qiluvchi olim sifatida Imom G'azoliyni ko'rsatiladi. Ya'ni nafs nazariyasi bo'yicha barcha olimlardan ajraladi va shu orqali psixologiyani judayam g'alis bo'lgan nuqtalarni yoritishga o'zini hissasini qo'shgan. G'azoliyni bilish jarayonlari bilim, qalb va sezgilar orqali o'zlashtiriladi, deyapti. Ya'ni har qanday bilim, bir nimani tushunish qalb, ko'ngil orqali va sezgilar orqali o'zlashtiriladi va bundan ham yuqori turuvchi bilish bor, bu ilohiy bilish. Ya'ni bu vahiy, ilohiy nur orqali bu yerda ko'rsatib o'tganini ko'rish mumkin. Hop, bu yerda G'azoliyning fikricha qalbni sog'ligi, bizni qalbni xotirjamlik, sog'lik, tetikliligi, xulq-atvor muvozanati va ezgulikni manbai sifatida ajratib ko'rsatganini ko'rish mumkin. Ferdavsiy o'sha Shohnoma asarida ham inson ruhiyatiga oid zamonaviy psixologiyaga manba bo'ladigan ko'plab ma'lumotlarni, qarashlarni, fikrlarni bu yerda keltirib o'tganini ko'rish mumkin. Endi bu yerda xalq psixologiyasi o'zligini anglash va milliy birlikni shakllantirishdagi muhim vositalarni ko'rsatganligi manbada bu yerda bildirib o'tilyapti. Hop, mana bu yerda bir qancha asarlarda parcha keltirilyapti. Ya'ni g'am qayg'u ham, huzur halofat ham aqldandir. Ya'ni aql orqali o'sha g'am qayg'uni anglash, tushunish, bartaraf etishligiga bu yerga urg'u berayotganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari o'sha bu allomalardan tashqari bizlarda Zamaxshariy yoki bo'lmasa o'sha davrlarda yashab ijod qilgan Beruniy hazratlari, ya'ni juda ko'pchilik allomalarni bilish mumkin va mustaqil ta'lim sifatida mana bu sharq allomalarini yana qanday fikrlari bor
aynan psixologiyaga qaratilgan, psixologiya rivojlanishiga qaratilgan fikrlarini bir ko'rib chiqishni demak tavsiya qilib o'tamiz va modulda joylashtirilgan topshiriqlarni bu yerda bajarib o'tishingiz kerak bo'ladi. Modulda demak aynan mana shu bugungi mavzuyimiz bo'yicha mavzular sizlarga berilgan, o'shalarni demak bajarib bu mavzuni yana ham o'zlashtirib olishingiz kerak bo'ladi.